O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 20-noyabrdagi davlat xizmatlarini ko'rsatishni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 612-son qaroriga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarga ma'lumotnomalar berish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishning yagona ma'muriy reglamentining 4-ilovasida O'zbekiston Respublikasi fuqaroligidan chiqayotgan harbiy xizmatga chaqirilish yoshidagi jismoniy shaxslarni harbiy xizmatdan ozod etish to'g'risidagi ma'lumotnomalar berish nazarda tutilgan. Harbiy xizmatdan ozod etish to'g'risidagi ma'lumotnomalarni beruvchi asosiy organlar bu mudofaa ishlari bo'yicha bo'linmalar hisoblanib, ular fuqarolarning harbiy xizmatga chaqirilishiga yoki undan ozod etilishiga oid barcha masalalarni tartibga soladi.